Bugun yangi O'zbekiston yoshlari katta orzu va ulkan maqsadlar bilan yashamoqda. Ular uchun yaratilayotgan imkoniyatlar esa ertangi kunga ishonch, yangi yutuqlar va yanada farovon hayot poydevori bo'lib xizmat qiladi. Zero yoshlarga e'tibor millat kelajagiga e'tibordir. Mamlakatimizda yoshlar manfaatlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Yosh avlodning bilim olishi, kasb-hunar egallashi, munosib ish topishi va eng muhimi o'z biznesini boshlab, tadbirkor sifatida shakllanishi uchun keng imkoniyat va imtiyozlar yaratilmoqda. Yurtimizning qaysi hududiga bormang izlanuvchan, tashabbuskor va o'z kelajagini o'z qo'li bilan bunyod etishga intilayotgan yoshlarni uchratish mumkin. Bugungi reportajimizda Toshkent viloyatidagi ana shunday yigit-qizlar haqida hikoya qilamiz. Bugun oliy ta'lim muassasalari talabalarining nafaqat bilim olishi, balki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi, o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish uchun ham keng imkoniyat va sharoitlar yaratilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qabul qilinayotgan qaror va dasturlar yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning innovatsion fikrlash va tadbirkorlikka keng jalb etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Toshkent davlat agrar universitetida O'zmilliy bank rahbariyati va yoshlar bilan bo'lgan davra suhbatida ana shu jihatlar haqida so'z bordi. Samimiy va ochiq muloqot ruhida o'tgan tadbirda faol, tashabbuskor va iqtidorli yoshlar ishtirok etib, o'z g'oya va takliflari, kelajak rejalari hamda tadbirkorlik faoliyati bo'yicha fikr-mulohazalarini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 1-iyunda qabul qilingan tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazmun-mohiyat ham yoshlarga atroflicha tushuntirildi. Agroiqtisodiyot, logistika va xizmatlar fakultetida yurisprudensiya ta'lim yo'nalishida ta'lim olaman. Shu aynan yurisprudensiya ta'lim yo'nalishida startap loyiha qilgandim. Loyihaning asosiy mohiyati bu jamiyatdagi fuqarolarimizning huquq-huquqlarini rivojlantirish, ularga yuridik tomondan yordam berish to'liq qamrab oladi. Shu asosida ushbu loyihamga 20 million so'm yetishmayotgandi, lekin mening hozirgi loyihamni ko'rib chiqib, ularga aynan taqdimot qildim. Ular esa ko'rib chiqib, aynan ushbu loyihamga 20 million so'm kredit ajratishini ma'lum qilishdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Kelajakda yanada yangi loyihalar ustida ishlashga harakat qilaman va kelajakda jamiyatimizga o'sha foydasi tegadigan ilovalar va veb-saytlar yaratishga harakat qilaman. Toshkent davlat agrar universitetida tashkil etilgan Kelajakka qadam markazi ertamiz egalarining bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlikka yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bizning universitetimizda ham mana shu Kelajakka qadam markazi tashkil etilgan bo'lib, so'nggi mana shu 6 oy davomida qariyb 100 ga yaqin biznes g'oyalar, yangi startap loyihalari ishlab chiqildi yoshlarimiz tomonidan va 60 ga yaqin mana shu loyihalar mablag' bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda yana ham ishlar jadal amalga oshirilmoqda. Rejamiz har bir fakultet yoshlarimizni mana shu biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan yaqinda ham tanlov o'tkazdik. 200 ga yaqin loyihalar kelib tushdi. 200 ga yaqin loyihalarni ko'rib chiqish nuqtai nazaridan hozir 100 ga yaqin loyihalarni biz moliyalashtirish bo'yicha tavsiyalarni taqdim etganmiz. Muhtaram yurtboshimiz 210-sonli qarorlar qabul qilindi. Mana shu qarorda bitiruvchilarni bandligini ta'minlash nuqtai nazaridan har biriga alohida yechim qilib berdik. Mening birinchi kasbim dasturi. Ya'ni bu nima beradi? Bu talaba, ya'ni bitiruvchi talaba davridayoq kasb o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Talaba oliy ta'lim muassasasi, ish beruvchi tashkilot va talaba o'rtasida 3 tomonlama shartnoma imzolanadi va amaliyotlar to'liq ana shu ish beruvchi tashkilotda amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining Milliy banki Kelajakka qadam kreditlar ajratib beryapti. Yoshlari shu bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ajratib berilyapti. Biz bundan juda xursandmiz. Hozirgi kunda juda ko'p yoshlarimiz shu Kelajakka qadam dasturida o'z bizneslarini, startap loyihalarini yo'lga qo'yishyapti. O'tgan yili bizga kredit foizlarimiz 18% dan berilgan bo'lsa, hozirda Prezidentimiz 1-iyunda qabul qilingan 210-qarorlarga muvofiq 15% dan berilyapti. Biz bundan juda xursand bo'ldik. Shaxsan o'zim o'tgan yili 18% dan olib nonvoyxona, non mahsulotlari ishlab chiqarishni ochganman. Bu yil esa 15% dan olib maktabgacha ta'lim yo'nalishini rivojlantirmoqchiman. Chunki ko'p onalarimiz ishlagisi keladi, farzandlarini alohida e'tiborli joyda ta'lim olishni xohlaydi. Shu maqsadda biznes g'oyalari yo'lga qo'yib, sekin O'zbekistonimizni rivojlantirishga hissamizni qo'shamiz. Kechagina oddiy g'oya
bilan harakat boshlagan yosh tadbirkor bugun kichik korxona yoki ishlab chiqarish markaziga ega. Kimdir zamonaviy klinika tashkil qildi, yana kimdir xizmat ko'rsatish sohasida o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Yuqori Chirchiqlik Asida Mamenovaning ham orzulari ro'yobga chiqdi. U talabalik davridayoq o'z biznesiga ega bo'ldi. Kelajakka qadam loyihasining Business Progress kredit mahsulotidan foydalanib avtomaktab ochdi. Loyiha qiymati 1 milliard so'm bo'lib, yaratilgan ish o'rni 4 nafarni tashkil etdi. Bugungi kunda biz yoshlar uchun prezident tomonidan juda ham keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ya'ni biz yoshlar o'z tadbirkorligimizni yo'lga qo'ymoqdamiz. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini bitirdim. O'zmilliy bank tomonidan berilgan kelajakka qadam dastur doirasida 1 milliard so'm kredit mablag'ini oldim. Bu mablag' evaziga ko'rib turganingizdek avtomaktab tashkil qildim. Nimaga aynan avtomaktab? Chunki bizani hududda avtomaktab yo'qligi sababli va boshqalar uzoqga qatnashganligi sababli men o'zim yashayotgan hududimda o'z hissamni qo'shib avtomaktabni yaratishga qaror qildim. Bugungi kunda 100 dan ortiq o'quvchilar tahsil olmoqda. Endi bu biznes faoliyatimni yanada kengaytirmoqchiman. Va bu narsaga meni ilhomlantirgan prezidentimizni 1-iyun kuni chiqqan 210-qarori bo'ldi. Bu qarorda yoshlar uchun juda ham katta imtiyozlar berilgan. Bu men uchun juda ham katta qo'shaloq bayram bo'ldi. Sababi ham diplom, ham pul, ham kelajakka ishonch paydo bo'ldi. Bu bilan to'xtab qolish niyatim yo'q. Avtomaktabimizdagi bo'sh joylarga avtoservis yaratish niyatim ham bor va bizani hududda o'quv markazimiz yo'q. O'shaning uchun o'z yo'nalishim bo'yicha koreys tili, ingliz tili o'qitadigan o'quv markaz ochish niyatim ham bor. Eng quvonchlisi bu qarorda oldinlari 18% bo'lsa, bu qarorda esa 15% kredit berilayotgani juda ham quvonchli yangilik. Bunday imkoniyatlarni yaratib berayotgan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Angren shahrida istiqomat qiluvchi tadbirkorning bugungi yutuqlari yoshlarga yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlarning amaliy natijasi desak mubolag'a bo'lmaydi. U kelajakka qadam loyihasi doirasida taqdim etilgan Talaba Invest kredit mahsulotidan foydalanib zamonaviy klinikasi faoliyatini yanada kengaytirdi. Avval kichik g'oya sifatida boshlangan tashabbus bugun aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatayotgan, uzog'ini yaqin qiladigan zamonaviy maskanga aylandi. Klinikamiz ochilgandan beri 10 dan ortiq yo'nalishda bemorlarni qabul qilyapmiz. Statsionar sharoitlarini yaratdik. Bundan tashqari davolash, diagnostika yo'nalishida, xirurgiya yo'nalishida xizmat ko'rsatib boryapmiz. Davolash, diagnostika yo'nalishida MRT, MSKT, rentgen, laboratoriya, o'zi tekshiruvlari olib bormoqdamiz. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan yangiliklar, yengilliklar, soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlardan foydalanib jadal rivojlanib kengayib bormoqdamiz. Shu o'rinda bu yil prezidentimizning 210-qaroriga asosan imtiyozli kredit olish harakatidamiz. Buning uchun yangi bu yilgi oliygohlarni bitirgan yoshlar, talabalarni ishga olish talabi bor ekan. Shu talabni bajarish maqsadida bu yil juda ham ko'p talabalar bilan, yoshlar bilan suhbat o'tkazdik hamda hozirda bitiruvchi talabalardan 5 nafarini ishga oldik. Shu o'rinda hozirgi yaratilayotgan yangi imkoniyatlardan foydalanib nafaqat tadbirkorlik yo'nalishida rivojlanishi, balki jamiyatimizga foyda tegishi uchun ham xizmat qilishi o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bugun ushbu klinikada olingan imtiyozli kredit hisobiga Toshkent davlat agrar universitetida tashkil etilgan Kelajakka qadam markazi ko'magida ushbu o'quv yurtini tamomlagan bitiruvchi talaba o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashdi. Bu esa yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni kasbga yo'naltirish va zamonaviy mehnat bozoriga mos kadr sifatida shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. To'g'risini aytsam, universitetni bitirgandan keyin qayerga ishdan joylashish, qayerga ishlash degan savol meni qiynardi. Universitetimizda O'zbekiston Milliy banki tomonidan tashkil etilgan Kelajakka qadam markazida beriladigan imtiyozli kreditlar biz yoshlarni, bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha juda ham katta imkoniyatlar yaratdi. Muhtaram prezidentimizning 1-iyundagi 210-sonli qarorlari qabul qilindi. Bu qaror orqali tadbirkorlarga imtiyozli kredit berilib, biz yoshlarni ishga qabul qilish imkoniyati yaratildi. Shundan foydalangan holda men ham ushbu klinikaga ishga joylashdim. Shu yilning o'zida ham diplomli bo'ldim, ham ishli bo'ldim. Men o'zimni to'g'risini aytsam juda ham baxtli hisoblayapman. Yosh tadbirkor bu faqat biznes egasi emas, u yangi g'oyalar muallifi, taraqqiyot tashabbuskori, jamiyat ravnaqiga hissa qo'shayotgan fidoyi inson. Chunki yoshlar muvaffaqiyati mamlakat taraqqiyoti demakdir. Angrenlik yana bir yosh tadbirkor
tadbirkor ham Kelajakka qadam dasturi doirasida o'z sayyohlik markazini ochdi. Bu ish faoliyatimni O'zmilliy bank Kelajakka qadam dasturi loyihasi asosida 100 million so'mgacha kredit olganman va shu kreditdan unumli foydalanib, shu Angren shahrida ofis yaratib, ajratilgan bizga miqdordagi pullarni jihozlashga sarflaganmiz. Bugungi kunda shu biznesimizda o'zim qatori tengdoshlar bilan 4 kishini ishga olganmiz. Shu jumladan bitiruvchilar ham bor. Biz yosh bitiruvchilarga davlatimiz tomonidan juda katta imtiyozlar berilmoqda. Xususan Prezidentimizning 210-qarorlari bilan yoshlarga ajratilayotgan imtiyozli kreditlar bizda yoshlarga juda katta foyda olib kelmoqda. Albatta, imtiyozli kreditning eng qulay taraflari oddiy kreditlarga nisbatan kredit foizlari juda ham past, imtiyozli davri bor. Bu bizda yoshlarga juda katta motivatsiya beradi. Yanada quvonarlisi shuki, agarda biz o'zimiz korxonamizga yanada yosh bitiruvchilarni ishga jalb qiladigan bo'lsak, bu bizga yanada imtiyozli kreditlarni olishga yordam beradi. Navbatdagi manzil Toshkent viloyati Bekobod tumani. Tumandagi Bog'ishamol, Dalvarzin, Savrak va Qo'rg'on mahallalarida istiqomat qiluvchi jami 40 nafar bandligi ta'minlanmagan yoshlar o'z milliy bankka biriktirilgan bo'lib, shundan 25 nafari doimiy daromad manbai yaratish orqali ishli bo'ldi. 9 nafari doimiy ishga joylashtirildi, 2 nafari tadbirkorlikka yo'naltirildi, 5 nafari motokultivator, 6 nafari payvandlash uskunasi, 6 nafari tikuv mashinasi bilan ta'minlandi. Qolgan 15 nafar yoshlarning 4 nafari migratsiyada, 1 nafari muddatli harbiy xizmatni o'tamoqda. Tumanning Qo'rg'on mahallasida istiqomat qiluvchi Sitora Kamolova ustoz shogird an'anasi orqali tikuvchilik sirlarini o'rganib, kelgusida o'zining kichik biznesini yaratish uchun zamonaviy tikuv mashinasiga ehtiyoj sezib kelayotgan edi. Uning qiziqishi va mehnatsevarligi inobatga olinib, O'zmilliy bank tomonidan Kelajakka qadam dasturi doirasida zamonaviy tikuv mashinasi topshirildi. Endilikda u uy sharoitida daromad topish, buyurtmalar sonini ko'paytirish hamda o'z kasbini yanada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Men o'zim yoshligimdan chevarchilikka qiziqaman. Mahalla idoramizga keldim. Meni shart-sharoitimni borib o'rganishdi. O'rgangandan keyin Milliy bank xodimlari bilan ham gaplashib, menga mashinka olib berishdi. Yurtboshimizga kattakon rahmat. Shunchalik bizni o'ylagani uchun, ish bilan ta'minlagani uchun Milliy bank xodimlariga ham kattakon rahmat. Xursandman juda ham. Bundan keyingi maqsadim kattaroq sex ochib, hammaga yordam berib o'rganish xohlayman. Faoliyatimni kengaytirish harakatida bo'laman. O'zimga o'xshagan qiziqqan yoshlarni yonimga olishga harakat qilaman. Shuningdek, Bekobod tumanining Dalvarzin mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Samandar Alimov ham payvandchilik kasbiga katta qiziqish bildirib kelayotgan yoshlardan biri hisoblanadi. Biroq moddiy imkoniyatlari cheklanganligi sababli zamonaviy payvandlash apparatini xarid qilish imkoni bo'lmagan. Dastur doirasida unga yangi zamonaviy payvandlash uskunasi taqdim etildi. Mazkur ko'mak yosh yigitning o'z kasbini rivojlantirishi, daromad manbaiga ega bo'lishi hamda kelgusida o'z faoliyatini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Mahalla komitetiga Milliy bank xodimlari biriktirilganini eshitib, shularga murojaat qilgandim. Payvandlash ishlariga qiziqaman. Payvandlash jihozlari yengilab olib keldi. Yoshlar keladigan bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam berib, ko'rsatmalar berib o'rgatishga harakat qilaman. Va'da beraman. Ustozdan o'rganyapman ko'p narsalardan, xo'sh. Ancha bilmagan narsalarim juda ham ko'p edi. Endi bulardan ancha o'rganib, sir-sanoatlarini o'rganib, imkoni boricha qo'limdan kelgancha yaxshi ishlab harakat qilib yuribmiz. Juda ham xursandman bu narsadan. Bugun bir vaqtlar orzu bo'lib tuyulgan maqsadlar ro'yobga chiqmoqda. Ayniqsa bank tizimi orqali ajratilayotgan imtiyozli kreditlar yoshlarning katta tayanchiga aylandi. Xususan, O'zmilliy bank tomonidan Kelajakka qadam loyihasi doirasida ajratilayotgan moliyaviy ko'maklar ko'plab yoshlarning biznes g'oyalarini ro'yobga chiqarish imkonini bermoqda. Tijorat banklari bilan hamkorlikda investitsion loyihalarni ajratilayotgan kreditlar hamda yoshlarni tadbirkorlik tashabbuslariga ko'maklash maqsadida bankimiz tomonidan yaratilgan Kelajakka qadam dasturi doirasida qulay kredit shartlari asosida yoshlarning biznes g'oyalarini moliyalashtirish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yil yakuniga qadar dastur doirasida 686 nafar bitiruvchi yoshlar bandligi ta'minlanish maqsad qilingan. Mahalla bankirlari bilan birgalikda mijozbay ishlab, hududni o'sish nuqtasini hisobga olgan holda mavjud muammolarni o'rganib, nafaqat moliyaviy qo'llab-quvvatlash, balki talaba yoshlar faoliyatidan kelib chiqib, xomashyo, logistika, eksport, bozor topishga amaliy yordam beriladi. Mavjud imkoniyatlarni kengaytirish orqali qo'shimcha yangi ish o'rinlari ochish orqali yosh bitiruvchi talabalarga yordam berish
reja qilib olingan va buni yil yakuniga qadar ijrosini ta'minlaymiz. Ushbu dastur doirasida 194 nafar talabalarning bandligi ta'minlanadi. Jami 2026-yilda 3308 nafar talaba yoshlarni ishga joylashtirishga ko'maklashiladi. Eng muhimi bu imkoniyatlar yoshlarning kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlab, ularni yaratuvchanlik, tashabbuskorlik va mustaqil fikrlashga undamoqda. Bugungi talaba ertangi tadbirkor, innovatsiya muallifi va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yetakchi kadrdir.